ekan kerak. Gentle avtomobil tablosini olib qo'yganmiz avtomatik korobka. Bunga relaylarni uстановка qilib berganmiz. O'ta ko'p holatlarda tablo orqasidan erib ketadi. Mana bu platasi bo'ladi. Shu platasi erib har hid keladi ichkaridan salon, undan keyin salondan hid kelganiga latni yonmay qoladi. Shunga latnilarni yonadigan qilaman. Ikkita oyog'idan o'zi bitta to'k kiradi. Kalitni ochganga bitta latniga chiqib ketadi to'k. 87 ni latnidan chiqatishiga mana orqasiga boradi bu latni lampaga. Bu yerdan 30 bilan 86 ga pastani to'k. 85 ga mana transliterimiz bor. Uni o'rtasidagi chiqadi. O'ng tomondagini bu kondensator tagiga ulanadi, minus tomoniga. Chap tomondaginisini kondensatorni buni oyoqchani hozir bir klon bilan ulanadi. Chap tarafdagisi bir klon bilan shu kichkina sariq platamiz bor. Shunga oyog'i yo'liga ulanib qo'yiladi. Shu holatda yo'liga ulasanglar, o'zi tayyorli optimal holat bo'ladi. Shundan ulab turib chiqara olasizlar. Bir klon ulasanglar, shu holatda dorisi latnilar ham o'zida ishlaydi. Latni lamposi bo'lsa ham, boshqa lamposalar ham hammasi cho'tki ishlayveradi.